Qo'qon shahridan keldik, biz singlimizni olib keldik bu klinikaga. Borliklariga shukur, doktorlarimiz O'richeyda bir noyob tur ekan. 7-9 ta vrach ko'rdi, aytdi diagnoz qo'yish olmadi, pochka deb o'ylashdi. Biz baho kelganimizdan keyin 10 kundan keyin olib keldik. 10 kundan keyin Salohiddin doktorimiz ko'rdilar. Salohiddin doktorimiz ko'rib, tezlik bilan, zudlik bilan operatsiya deyishdi, ko'richey deyishdi, ochishdi, iling bosib ketgan ekan. Alloh saqlab qolibdi. Bemorimiz Vodiydan, Farg'ona viloyatidan kelgan. Bemorimiz ko'pgina mutaxassislar tomonidan ko'rilgan, xirurglar, urologlar tomonidan, ginekologlar tomonidan konsultatsiya qilingan, ko'rikdan o'tkazilgan. Tashxis qo'yishda muammolar bo'lganligi uchun Toshkentda bizga murojaat qilib keldilar. Bemorni ko'rib, bemorga appenditsit hamda uning asorati yiringlashish tashxisi qo'yildi. Bemor operatsiyaga olindi. Operatsiyaga olgan vaqtimizda chuvalchangsimon o'simtaning atipik joylanishi, ya'ni yuqorida buyrak usti bezi sohasida, qorin parda ort sohasida joylashganligi ko'rildi hamda operatsiya laparoskopik usulda muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bemor qoniqarli ravishda uyiga javob berilyapti. Doktorimizga ming rahmat, hushyorliklaridan, axloq odoblari hammasi bizga yoqdi. Xudoga shukr, ukamni Alloh qaytarib berdi. Hozir ishlari hammasiga rahmat, klinikaga ham rahmat.